birinchi marta shunaqa og'ir kelgan, oyog'i ishib, qorni ishib, sap-sariq bo'lib ketgan edi. Bu shunda dorimi, vaksina? Yo'q, bu vaksina emas deb ketdim, bu dori. Sog'lom turmush tarzini qilish kerak. Qisqagina, aniqgina. Mahalliy sharoitlarda alkogol jigar uchun qanchalik xavfli? Tozalovchi mashinani filtri buzilsa nima bo'ladi? Butun mashina ishdan chiqadi. Mutlaqo bu virusdan qutulish vaqti. B ga vaksina bor, C ga vaksina yo'q. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Sklepi grupdagi Pro salomatlik podkasti. Bugun biz ko'pchilik juda kech bilib qoladigan mavzu haqida gaplashamiz. Bu jigar sirrozi va organizmning e'tiborsiz qoldirish mumkin bo'lmagan sabablar haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz jigar kasalliklari bilan har kuni ishlaydigan va kechroq murojaat qilish nimalarga olib kelishini ko'radigan shifokor gepatolog, virusolog Muhayyo Ubayevna. Muhayyo Ubayevna, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Jigar sirrozi oddiy so'zlar bilan tushuntirsa nima? Jigar sirrozi, Loiza, bilasizmi, bu juda ham xalq tilida hozir men juda ham oddiy qilib tushuntiraman. Bu sirrozi o'zi 3 ta klassga, sinfga bo'linadi. 3 ta: A, B, C. Bu degani jigar to'qimasida parchalanganda u chandiq hosil bo'ladi. Chandiq ham o'z-o'zidan hosil bo'lmaydi. Masalan, birinchi o'zi fibroskanda masalan ko'rganda 5-8 bu norma. Lekin asta-sekinlik bilan ko'payib, birinchi darajasi 6-6,5, keyin esa 7 ga o'tadi, ikkinchi darajasiga o'tadi, keyin o'sha 9 ga o'tadi, uchinchi darajasiga o'tadi va 14 ga o'tadi. 14 dan yuqorisi bu sirroz deyiladi. Sirroz. Mana shu ko'pchilik A klassida odamni o'zi ham bilmay qoladi. Ko'pchilik mana masalan, men shu 38 yil ishlagan bo'lsam, shu sirroz bilan ayrim bemorlar keladi-da, shu uzida, fibroskanda ko'ramiz-da, sizda уже sirroz boshlanibdi desa, yo'q, qanaqasiga sirroz boshlanadi? Men hech qanaqa, menda virus ham yo'q, menda hech narsa yo'q, o'zidan o'zi sirroz bo'lib qolmaydi deb o'zligiga o'zi ishonmaydi ham. Lekin mana fibroskanni ko'ring, уже sizda 18-20, taxminan 18-20. Bu degani sizda shu qorinningiz dam bo'lib qoladimi? Ha, bo'ladi. Tez-tez charchaysizmi? Ha, tez-tez charchab turaman. Burningiz oqib turadimi? Burnim oqmaydi, bir xilda lekin qonaydi deb aytadi. Shunchalik behafsala bo'ladiki, ular o'zi bilasiz, o'zi butun dunyoda 1 yilda 1 marta check-up degan narsa bor. Bizadachi endi check-up yo'lda tursin, nimagadir murojaat qilib kelganda analizlarni umumiy nima kerak deb topshirganda iloji boricha men buni topshirmasam maylimi, buni topshirmasam maylimi deyishadi-da, qanaqadir o'zini aynan sog'lig'iga bee'tiborroq bo'lishadi-da. O'sha holsiz bo'lyapti, lohas bo'lyapti. Uxlaydi, ertalab turadi, o'zini yaxshi sezadi va to'g'ri yana hayotini davom ettiradi. Bu albatta bu sirrozi aynan boshlanishida ahamiyat berish kerak. O'sha A klassi kam klinikasi bor, kam. B klassida klinikasi ko'paya boshlaydi. Ya'ni o'tda xolamasa, o'sha qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilgandan keyin albatta o'sha kasallar biladi o'sha. Bu qornimga o'sha qanaqadir ko'payyapti, qornim kattalashyapti deb. O'sha B klassi juda ham bu jiddiy. C klassi bu orqaga qaytmas. Ya'ni boshqa organlarni ham buzilishi, bunda o'sha buyrakda, undan keyin yurak sistemalarida, o'pkada suyuqlik yig'ilishi mumkin. O'shuning uchun bu C klassi orqaga qaytmaydigan klass bo'ladi. Kasallikning qaysi birinchi belgilarini ko'pincha shunda e'tiborsiz qoldirishadilar? Eng birinchisi bilasizmi, bemorlarda tez-tez charchash. Mana ertalab turdi, kuchi bor, hammasi yaxshi, lekin shu sal yurdim, sal qildim, charchab qoldim. Bir xil kasal aytadiki, shu divan meni o'rtog'im bo'lib qoldi, do'stim bo'lib qoldi deydi. Shu faqat divanga shu kelsamku, shuna yotvotsam deydi. Bu katta ahamiyat berish kerak. Nimaga o'zingdan o'zing? To'g'ri, anemiya, ya'ni kamqonlikdan bo'ladi, lekin kamqonlik ham o'sha jigar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
ko'p kasallik jigar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki bu jigar organizmni filtr vazifasini bajaradi. Tozalovchi. Mashinani filtri buzilsa nima bo'ladi? Butun mashina ishdan chiqadi. Organizm ham xuddi shunaqa. Jigar juda ham katta vazifani bajaradi. O'shuning uchun juda ham katta ahamiyat berish kerak. Qorin dam bo'lyaptimi? Lohas bo'lyaptimi? Burun qonayaptimi? Milk qonayaptimi? Buni bee'tibordan qoldirish kerak emas. Sirrozni oddiy charchoq yoki oshqozon ichak traktidagi yengil muammolarni bir-biridan qanday farqlash mumkin? Qarang, mana hozir qorni dam dedim-a. Qorni dam bo'lganda to'g'ri aytyapsiz, to'g'ri savol. Oshqozon желудочно-кишечный trakt deyiladi. Ya'ni u o'sha oshqozonda masalan ichak kasalliklari bilan ham, unda qorinda og'riq bo'lishi mumkin, qorinda dam bo'lishi mumkin. Lekin buni farqi bor. Masalan, siz qanaqadir yoqmagan narsa yeb qo'ydingiz, to'g'rimi? O'shanda ichingiz ketdi, yo qusdingiz, qorningiz dam bo'ldi. Bu umuman boshqa narsa. Bu o'tkinchi bo'lishi mumkin. Lekin sirrozda esa bu doimiy bo'ladi. Doimiy sal narsa yesa qorni birpasda dam bo'lib qoladi. Yo yemaganda ham qorni haligi diskomfort deyiladi. Xuddi qopni ichiga tiqib qo'ygandek yurishim shunaqa qiyin, bir xillarda ayrim даже nafas olishlarim ham qiyin bo'ladi deb aytishadi. Sirroz 30 yoshgacha to'lmagan bemorlarda ham aniqlanishi Bo'ladi. mumkinmi? Man o'sha ish faoliyatimni 8-yil boshlagan bo'lsam, shu kungacha bizada juda ham gepatit B juda ham ko'p uchrardi, lekin Xudoga shukr deylik, O'zbekistonda masalan 92-yildan boshlab kalendarimizga gepatit B ni emlash kiritilgan. Shundan buyon gepatitni o'tkir uchrashi umuman kamaydi desa bo'ladi. Juda ham biz shunaqa og'irlarni ko'rganmizki, o'sha yosh bolalar gepatit B dan vafot etganini, o'tkir gepatitlardan, o'tkir gepatit oyoqda o'tkazib yuborib, o'sha yosh bolalarni sirrozini, o'sha B keyin D qo'shilganini ko'rganmiz. Hozirgi paytda esa yosh bolalarni gepatit B klinikasida sirrozga uchrashi yosh bolalarda kam, juda ham kam. Qanaqadir sabablarga qarab прививка olmagan bo'lsa, ayrim holatlarda o'sha emlanish ham ularda ayrim juda ham kam holatlarda antitanachalar chiqazmasligi mumkin. Ya'ni unga javob bera olmasligi mumkin. Shularda bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi 30 yoshgacha bo'lgan bolalar deymiz ham, kattalarda, o'rta yoshlarda nisbiy darajada, oldinga nisbatan nisbiy darajada gepatit B kamaygan. Endi давайте gepatit C ga o'tsak, gepatit C da bu yerda emlanish yo'q gepatit C ga. Lekin bitta yaxshi narsa, gepatit C hozirgi kunda bizani O'zbekistonda 2015-yil bizani shu virusga qarshi gepatit C virusiga qarshi dori kirib kelgan. Hozir mana institut virusologiyadan mana shu 30 yil ishlagan bo'lsam, o'sha yerda 28 yil, 29 yil ishlagan bo'lsam, o'sha yerda birinchi marta 15-yilda bizada muruvvat yordami bilan dori olingan. Mana vaholanki bu 10 yil ichida biz o'zimizni ko'rdik, kuzatyapmiz. Agar gepatit C ni o'z vaqtida dorisini ichsa, mutlaqo bu virusdan qutulishyapti. Mutlaqo. Ya'ni buni aytishim mumkin, dunyo bo'yicha kuzatilgan, dunyo bo'yicha bu qilinyapti va O'zbekistonga ham kirib kelgan, bu ro'yxatdan o'tgan dorilar va bemalol hech qanaqa qo'rqmasdan aytish mumkin, bu virus hozirgi paytda unaqa qo'rqinchli emas. Bundan xalos bo'lish, o'z vaqtida dorisini ichsa bemalol xalos bo'ladi. Bu shunda dorimi, vaksinami? Yo'q, bu vaksina emas deb ketdim. Bu dori. Bu dori. B ga vaksina bor. C ga vaksina yo'q. Sirrozda eng ko'p tarqalgan sabablari qaysilari? Mana qarang, sirrozchi birinchidan bu sirroz biz aytdikki, jigarni parchalanishi natijasida hosil bo'ladigan chandiqlar deb. O'sha endi uni sabab patogenezini deydi, chiqish sirrozi etiologiyasiga to'xtasak,
etiologiyasida. Bu yerda nima? Virusli bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha virus B, S, Bga qo'shilgan D va hokazo bu viruslar ham bo'lishi mumkin. Ayrim holatda to'cha infeksiyalar ham chaqirishi mumkin. Va shu bilan bir qatorda bu yerda spirtli ichimliklarni muntazam ravishda ichadigan, ya'ni alkogolni deyiladi. Alkogolli gepatit, ya'ni sirrozga ham o'tishi mumkin. Va bundan tashqari toksik deyiladi. Ya'ni har xil ximiya preparatlarini uzoq vaqt davom ichganda, har xil ximiya o'sha zararli moylar har xil bilan ishlaydigan kasbiy bir xillariniki bog'liq bo'ladi va shular bilan birga allergik uzoq vaqt davom etilsa, bularni noviruslik etiologiyasi ham bo'lishi mumkin. Virusli gepatitlar B va C qanday ahamiyatga ega? Man hozir yuqorida o'tib ketdim. B virusiga emlash chiqqazgan bo'lsa, emlash mana hozirgi hamma tug'ilgan roddomda tug'ilishi bilan tug'ruqxonada emlanadi. Sразу birinchisini emlanadi, keyin 1 oydan keyin yana 2 oy bo'lganda 5 oy shu bilan ularda shu keyinchalik revaksinatsiya qilinadi. Ular har doim nazorat ostida bo'ladi va bu Bni nazorat qilib turiladi. Endi S'ga desak, S albatta virusiga qarshi emlanish yo'q. Lekin S virusiga qarshi 15-yilda O'zbekistonga registratsiya qilingan va unga qarshi mutlaqo davolanish mumkin bo'lgan dorilar bor va buni hozir ko'ryapmiz. Bu juda ham muvaffaqiyatli chiqyapti. Mutlaqo bu virusdan xalos bo'lishyapti. Shunday vaqtlar bo'lganki, men hech esimdan chiqmaydi. Mana shu 16-yil edi, bizani o'sha virsologiyada ishlaganimda bitta kasal kelib, u yerda virusning gepatit C'ni sirrozi klass B'si edi. Klass B'si deganda u qornida уже suyuqlik yig'ilgan edi. 8 litrdan ko'p 10 litrcha suyuqlik bor edi. Buni o'zi o'ylang, bu degani men o'zim to'g'risini aytsam, o'zim ham ishonmaganman uni mutlaqo tuzalib ketishiga. Lekin uni baxtiga o'sha paytda to'g'risini aytaman, albuminni bizaga muruvvat yordami bo'yicha berilgan edi. Unga o'sha 10-12 ta albumin qo'yganmiz. Undan tashqari o'sha gepatoprotektorlar qilingan va muruvvat yordami bo'lib qolgan va dori berganmiz. O'sha даже o'zingni anglaydigan shu ko'rsatuvda ham chiqqanlar, o'zlari aytganlar, o'sha sirrozni klass B'si ham tuzalib ketganda, bilasizmi, tuzalib ketgan. O'shangacha mana 15-yilgacha qancha kasallar bor edi. Juda ham odam achinarli. Shunaqa yaxshi mana kasallar qanaqadir umid bilan qilardik hamma narsani, lekin dori yo'q edi u paytda-da. Shu virusga qarshi dori yo'q edi. O'shalarni oxirigacha tuzalmagan edi. Oxirida o'lim holati bo'lgan. Lekin u holatni qarang, o'sha B sirrozi B klassidan o'sha chiqdi. Nimaga? Bu demoqchimanki, jigar shunaqa organki, uni o'zini ichida sog'lom to'qmasi bo'lsa, qaysi bir bo'lakchasida, o'ng bo'lakchasidami, chap bo'lakchasidami, o'rtasidami, ichida qanaqadir ichida to'qmasida sog'lom to'qma bo'lsa, u o'zini o'zi replikatsiya, ya'ni o'zini o'zi ko'paytirib yuboradi. Ko'paytirish imkoniyati bor. Uni xususiyati borda va o'zini o'zi tiklay oladi. Bilasizmi? Bitta shu organ butun organizmimizda faqat jigar o'zini o'zi tiklaydi. Shu o'shanda men aytganman, avvalambor Xudo, men shunchalik o'zim ham kutmagan darajada o'sha kasal qaytgandan keyin yana bir marta xulosa qilishimiz mumkin. Oxirgacha umidimizni uzishimiz kerak emas. Lekin avvalambor shu darajaga olib borish kerak emas. Agarda yaxshiyamki o'sha bemorni boshqa organi, ya'ni yuragi zo'r edi,
pochkasi, ya'ni buyragi ishdan chiqmagan edi. Agar buyrak ishdan chiqqanda, yurak yo bo'lmasa o'pkada ozgina suyuqlik hali yig'ilmagan edi, bu ham ahamiyatga ega. Shunaqa kasallar chiqqanda, bu mo'jiza, albatta, lekin bu dori chiqqani, dori virusni umuman o'sha yo'q qilib tashlagani va jigar to'qimasida sog'lom gepatitsitlar deyiladi, jigar to'qimasi bo'lgani uchungina o'zini o'zi tiklay olgan. Tomoq og'riganda menemistin bilan chayish yallig'lanishni kamaytiradi, bakteriyalar, viruslarni yo'q qiladi va tezda tuzalishga yordam beradi. Burun bitishda menemistin shilliq pardadagi yallig'lanish va shishni kamaytirish orqali nafas olishni tiklashga ko'maklashadi. Yaralar, kuyishlar va kesilgan joylarda menemistin terini tezroq bitishini ta'minlaydigan ehtiyotkor davolash usuli hisoblanadi. Antiseptik menemistin stomatit, gingivit yoki tish oldirgandan so'ng ishonchli dezinfeksiyalash va himoyalash vositasi. Ginekologiya va urologiyada antiseptik menemistin shifokorning ishonchli yordamchisi. Menemistin keng spektrli antiseptik vositasi. Mahalliy sharoitlarda alkogol jigar uchun qanchalik xavfli? Bilasizmi, hozir mana bugun bitta shu kasal keldida, ko'p shu spirtli ichimliklarni juda ham ko'p iste'mol qiladi. Necha marta oldimga kelganda va'da berib ketadi, boshqa ichmayman, o'pib faqat aytganingizni qilaman deb. Lekin yana ichgan, shundoq ko'rinib turibdi, ichgansiz dedim. Endi bayram bo'lgan, yangi yil bo'lgan, endi yangi yilni ham shu ichmasdan o'tkazsa bo'lardi, lekin ichgan. Yana o'sha hol, nimaga ichasizam, bizada qo'ni-qo'shnilar hammasi aytyapti. Agar oz-ozdan shu spirtli ichimliklarni ichib tursang, jigarga foyda deb aytyapti. Bu qayerdan olgan bilmayman. Qayerdan bunaqa olgan, bunaqa fikrni, что o'zi jigari zo'rg'a turibdi. Zo'rg'a atay chachay qilib, endi shuncha davolayapmiz. Shuncha zo'rg'a yana buni aytimga bo'lmasa davolamang. Faqat o'sha tabobatingizda o'sha agarda faqat spirtli ichimlik bo'lsa, 100 gram ichib turing. Biz ham ko'raylik. Agar siz tuzalib ketsangiz, biz вообще Nobelskiy premiya olamiz. Shu spirtdan tuzaldi deb hazillashib aytdim. Lekin jigar kasalligi o'zi ivillab turib zo'rg'a haligi funksiyasini bajarmay turganda, haligi dorilar bilan atay chechay qilib endi ko'tarayotgan paytimizda yana spirtnoy ichish, bu umuman hech qanaqa ramkaga, hech qanaqa bilmayman, to'g'ri kelmaydi. Albatta, bilasizmi, bir xilida achana shuncha mehnat qilasizda, shunaqa hodisalar ham bo'lgan. Hozir men endi Family Doctors M'daman. O'sha yerda yotada kasal yotqizganman-da, mana 3 marta yotdi-da. Birinchi marta shunaqa og'ir kelgan, oyog'i ishib, qorni ishib, sap-sariq bo'lib ketgan edi. Uni chiqazdik. Haqiqatan shunaqa zo'r bo'lib chiqib ketdi. Bilirubinlari tushdi, qornlari tushdi. Bo'ldi, ketdi. Ketgandan keyin 2 oydan keyin qaytib keldi. Shishgani yo'q, sarg'aygan yana. Xotin aytadi, ichdimi desam, ha, ichdilar deydi. Nimaga ichdingiz? Endi siqildim, qo'ydim. Yana yotqizdik, yana tuzatdik. Uchinchisida to'g'risini aytsam, aytdimki, bunaqa bo'lishga dedim, bekorga. Dorilar ham qancha qimmat o'tiradi. Foydasi bo'lmaydi. Onalarga tushuntirdim, foydasi bo'lmaydi. Agar bunaqa ketishda, undan ko'rasi o'sha pulni bolalarga ishlatsin dedim. Ochig'i mana shu bolalarga ishlatsin. Chunki bekorga bu. Chunki tuzatyapmiz, orqaga yana qaytyapti. Orqaga qaytganda уже oldindagi tuzalib ketmaydi. Nisbiy darajada yaxshi bo'ladi. Nisbiy darajada yaxshi bo'ladi. Lekin jigar har doim u ham tiklanvermaydi. Aynan shu spirtli ichimliklarda iroda kuchli bo'lishi kerak. Kimki o'zini ichki irodasini kuchli qilgandagina u shu holatdan chiqib ketishi mumkin va o'sha jigar sirrozidan ham mutlaqo qutulish mumkin. Faqat shunda. U vaqtinchalik yaxshi bo'lib, eski hayot turmush tarziga qaytsa, hech qanaqa effekt olib bo'lmaydi. Noto'g'ri ovqatlanish yoki semizlik sirrozga olib kelishi mumkinmi? Juda ham to'g'ri savol. Ovqatlanish bu, mana aytadi, "Men semizman, unaqa ovqat
unaqa ko'p yemayman deydi. Bu noto'g'ri gap. Noto'g'ri gap. Ovqatlanishga juda ham semizlik bog'liq. Ayniqsa bilasizmi, hozir endi to'g'ri aytishniklar deydi, kompyuterda ko'p o'tiriladi. Ko'proq kechqurun 9dan keyin ish boshlab, shu kompyuter oldida o'tirishadi, telefon oldida o'tirishadi-da, ayrim holatlar 2-3 gacha uxlamasdan, keyin kechqurun o'sha yotishdan oldin ovqatlanib, keyin yotadi-da, soat 12gacha, 1gacha yotadi. Bu mana semizlik, mana boshlanadi jigarda yog' yig'ilish. Mana aynan kechqurungi shu 6dan keyin, 7dan keyin ovqatlangandan keyingina ayrim holatlarda kasallik boshlaydi 6-7da. Lekin yeydi-yu, sразу divanga yotib televizorni ko'radi. O'shanda ham jigarda, to'qmasida yog' yig'iladi. Yog' yig'iladi, ya'ni yegan ovqatimizni ketkizgan kaloriyamizga to'g'ri kelishi kerak. Agarda shu 6-7da ovqatlanib, keyin mayli sport zalga bormasangiz ham ko'chada aylanib, nima deydi, yayu ozgina yurib, bo'lmaganda 5 kilometr, 10 kilometr emas, ozgina yurib, keyin kelib haligi dushini qabul qilib yotsa, unda birinchidan haqiqatdan u semirish bunaqa bo'lmaydi. Unda metabolik proses yaxshi ishlaydi va eng kerakligi o'sha jigar to'qimalarida yog'ni hosil bo'lishi bo'lmaydi. Yog' ham steatoz deyiladi, ya'ni jigar steatozi, u ham jigarni parchalanishiga sabab bo'ladi. Aynan shu yog'li gepatozda to'g'ri vrachlar iloji boricha dori beradi, lekin faqat dori yordam bermaydi. U o'zini keyinchalik to'g'ri ovqatlansa, o'z vaqtida ovqatlansa va ovqatidan sho'r, dudlangan, tuzlangan, gazli ichimliklarni uni haligi yog' yig'ilishi albatta kamaya boshlaydi. Va o'sha yeb sразу yotmasdan yurib, kaloriyani kamaytirib, keyingina yotsa, albatta jigar steatozini paydo bo'lishi ancha kamayadi. Irsiy kasalliklar jigar sirroziga olib kelishi mumkinmi? Olib kelishi mumkin. Irsiy kasalliklarda men shu qandli diabetga to'xtamoqchiman. Qandli diabetlar mana bu irsiy kasalliklarga kiradi. Irsiy kasalliklarga kirib turib, u aynan shu jigar to'qimasini parchalanishiga olib keladi va hech qanaqa virus yo'q, faqat uzoq vaqt davomida qandli diabetman, ikkinchi tipi unaqa deb aytishadi. Uni haligi UZIda ko'rganimizda, fibroskanda ko'rganimizda, ularda 2, 3, ayrim holatlarda esa 4 daraja fibroz, ayrim holatlarda esa sirrozi klass A'sini ko'rishimiz mumkin. Ko'p holatlarda. Sirrozni o'z vaqtida aniqlash uchun qaysi tekshiruvlardan o'tish shart? Bilasizmi, Luiza, butun masalan chet davlatlarda 1 yilda 1 marta check-up qilinadi. 1 yilda 1 marta emas, bir xil 2 martalab. Endi bizda albatta odamlar o'zlariga e'tibor berib, bo'lmaganda 1 yilda 1 marta check-up qilinsa, o'shanda nafaqat jigar, boshqa organlarni ham kasalliklarni erta aniqlash bo'ladi. Men bitta statistika bilaman, mana Yaponiyada onkologiya juda ham ko'p deb aytishganda, men keyin hayron bo'lib, mana Yaponiyaga borganimda birinchi shu savolni berdimda, ularda erta aniqlaydi, o'sha to'qima darajasida bo'lganda, hech qanaqa ularda o'sha aniqlash diagnostikasi juda ham kuchli va ularda o'lim darajasigacha olib bormaydi. O'sha 3-4 darajasigacha olib bormasdan tez tuzatadi, bo'ldi ketadi. Bizda odamlar o'ziga, sog'lig'iga bee'tibor bo'lib, o'sha ahamiyat bermaydi. Ahamiyat bermasdan hech qanaqa tekshiruvlardan o'tmaydi. Birinchi o'chirda 1 yilda emas, 2 yilda, в смысле, 1 yilda bo'lmaganda 1 yilda 1 marta umumiy qon tahlili, ALT, AST, alangin transferaza deydi, ALT, AST, o'sha yurak faoliyatini ahamiyati bo'ladigan juda ham kerakli
lipoidniy faktor deydi, xolesterin, triglitserin, ular judayam ahamiyatga ega. Undan tashqari o'sha fibroskan deyiladi, jigar to'qmada chandiq bormi yo'qmi o'shani aniqlashga judayam yaxshi. Shalachniy fosfataza deyiladi. Shalachniy fosfataza o't faoliyatida nima bo'lyapti, nima qilyapti, o'shanalarni juda ham ko'rishga yaxshi. Hozir mana judayam yosh odamlarda ham hozir judayam insult, infarktlar ko'p uchrayapti. Buni sababi o'sha tekshirishga beahamiyat berilyapti. O'sha yurak faoliyatini kerak paytida exa qilish kerak yurakni. Kerak paytida o'sha albatta dezimer degan narsa bor. O'sha tromb biz bilasiz, Covid payti juda ham ko'p buni aniqlardik. O'sha juda ham ahamiyatga ega. Uni tekshirib turish kerak. Qonni koagulogramma deyiladi. Uni ahamiyati katta. Uni ham tekshirib turish kerak. Ferritin degani bor. Bu organizmda o'sha shamollash prosesslari, shu vitamin B12 bilan yetishmovchiligi, ko'pchilikda kamqonlik, mana shularni hasab tekshirib turilsa, judayam maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana undan tashqari qandli diabetda bilishmaydi, naslda bor, lekin ahamiyat berishmaydi. Hozir mana shunaqa analizlar bor, buni HOMO deyiladi. 3 ta analiz aniqlanadi. Biri turisi glukoza, insulin va insulinga rezistentnost deyiladi. Ya'ni bu nima degani? Insulinga rezistentnost degani o'sha kasallikka moyilligi bor degani. Agarda siz o'sha kasallikka moyilligini borligini siz aniqlasangiz, siz o'shanga qarab parhez qilib turasiz. To есть kerak-keraksiz paytida haligi judayam shirinliklarga ko'milib ketib yemaysiz, o'zingizni sal tiyasiz. Hali gazirованный har xil energetik nima deydi, suyuqliklarni ichmaysiz, napitkalarni ichmaysiz va parhezlarni qilib turib o'shanga ahamiyat bersangiz, o'sha moyilligi bo'lgan odamlarda ham kasallik rivojlanmasligi mumkin. Kasallik rivojlanmasdan o'tib ketishi mumkin. Lekin o'sha moyilligi bo'lgan odamlar o'sha ko'p semizlik o'zini qo'yib borsa, semiz bo'lib ketsa va har xil iste'mol qilsa keraksiz narsalarni, ularda tez kasallik rivojlanadi. U yana qandli diabetga olib keladi. Bu esa bilasiz, umrbod kerak bo'lsa keyin faqat doktorga emas, o'sha insulin olishga to'g'ri keladi. U judayam murakkab bo'lib ketadi. O'shuning uchun o'zlariga ahamiyat berib, ovqatiga ahamiyat berib yursa, o'z vaqtida o'sha anaqalarini nima deydi, check-up qilinsa, tekshirsa, bu holatga olib kelmasligi mumkin. Hozirgi kunda tashxisni osonlashtiradigan yangi texnologiyalar yoki testlar bormi? Endi bizani O'zbekistonda fibroskanni o'zi ham 15-yil kirib kelgan. Bu fibroskan ham qonda yo bo'lmasa uzayda elostografiya deyiladi. Bu jigar to'qmasini parchalanganda chanda hosil bo'ladi va uni qay holatdaligini bilish mumkin. Har doim faqat fibroskanni uzugi bilan birga qo'shma qilish mumkin. U juda ham ahamiyatga ega, chunki o'sha faktorlar, ya'ni parchalovchi faktorlar bo'lmasa, jigar o'zini tez tiklaydi va bu ahamiyatga ega. Va yana bitta narsa, ekspress metodi bilan hozir har bitta poliklinikada bu bemalol unaqa 15 minutda chiqazadigan analiz B ga, C ga, A ga tekshirish mumkin. Lekin bitta narsani aytib o'tish kerak, ekspress metodida 15 minutda chiqadigan deyman, o'sha 20 minutdami, lekin Bda antigen aniqlanadi. Ya'ni virus aniqlash mumkin-da. Buni masalan 70% dostoverniy, ya'ni qolgan eng oxirgi analiz bu PCR deyiladi. Eng oxirgi 99% bo'ladi. Bu PCR analiziga biz asosan qilamiz, silka qilamiz, o'shanga to'xtalamiz. Lekin C'da esa unda antitanachalar aniqlanadi. Ekspress metodi antitanachalar. Shuni yanishtirish kerak emas. Ko'pchilik murojaat qiladi. Voy, muhobi bilasizmi, menda yana musbat chiqibdi.
nima musbat chiqibdi? Man dori ichuvdim, sofosfavir ichuvdim, doklotasvir ichuvdim, yo bo'lmasa velpatasvir ichuvdim. Yana musbat chiqibdi. Nervinchis qildim, kechqurun bilan uxlamadim. Yo'q, nima chiqdi desa, IFA analizda. Immuniy ferment analiz bu antitanacha. U butun umr davomida musbat bo'lishi mumkin. Biz nimaga emlanamiz? Bizda antitanacha hosil bo'lish uchun. U xuddi shunaqa antitanachalar. Ekspress metodida ham aniqlanganda gepatit C da antitanachalar aniqlanadi. Shuni esdan chiqarish kerak emas. Jigar sirrozini o'zi davolasa bo'ladimi? Davolasa bo'ladi, klassiga qarab. Klass A'sida umuman muammo yo'q. O'sha klassisi surunkali gepatitga o'tadi va asta-sekinlik bilan umuman jigarni tiklash mumkin. Bu klass A'sida. Va shu bilan yana bitta aytib o'tish kerak, chaqiruvchisiga ham bog'liq. Men yuqorida aytdim, gepatit C ni mutlaqo dorisi chiqqan. U virusdan qutulsa bo'ladi, bo'ldi. Shu bilan o'zini o'zi tiklaydi. Bu yog'iga endi haligi ichmasa, o'z vaqtida parhazini qilib tursa, jigar to'qimasini tiklashga dorilarni qabul qilib, ovqatini parhazini qilib tursa, u mutlaqo tuzalib ketadi. Sirrozdan klass A'dan 100% tuzalib ketadi. Hech qanaqa muammo yo'q. Shularga e'tibor bersa. B klassida e'tibor berish kerak. Shu o'zimni o'sha 38 yil stajimda faqat aytishim mumkin, B klassi ham tuzaldi. Sirrozi B klassida C etiologiyali bo'lsa, tuzalyapti. Endi B bilan D qo'shilganda sirrozi B klassida tuzalish ancha qiyin. Bu faqat transplantatsiyaga olib boriladi. Ya'ni jigar ko'chirish. Jigar faqat ko'chirishiga olib boradi. C klassida jigar ko'chirish ham foyda bermaydi. Nafas olish sinovga aylanganda, burun bitishi xuddi devordek siqadi. Havo esa hashamatga aylanadi. Rinaxil yordamga keladi. Bir tekis purkash uchun maxsus formula. Evkaliptning antiseptik xususiyatlari, mentolning yoqimli salqinligi. Rinaxilni bir marta qo'llash bilan 12 soat erkin nafas oling. Rinaxil burun bitishiga qarshi vosita. Muhoyba, mana qarang, siz hozir aytdingiz. Bor odamlar kimga ikkinchi shans berildi. Demak, oxirgi bosqichda transplantatsiyaga ega bo'lishdi. Ularni hayot tarzi qanaqa o'zgarishi kerak? Mana bilasizmi, Luiza, transplantatsiya bu juda ham og'ir jarayon. Mana ko'ryapsiz, bizani o'zimizdan O'zbekistonda ham bu hozir operatsiyalar qilinyapti. Orasida muvaffaqiyatlar chiqqanlar ham juda ham ko'p. Mana undan oldin Indiyaga juda ko'p borishgan, Turkiyaga, Germaniyaga, kasallarim orasida ham borib kelganlar juda ham ko'p bor. Ularning orasida muvaffaqiyatli chiqqani ham bor, ochiq muvaffaqiyatsiz chiqqani ham bor. Uni ochiq aytish kerak, uni bekitib ham bo'lmaydi. Ulardan keyin bilasizmi qanaqa? Eng kerakligi o'sha hozir transplantatsiyaga borgan odam birinchi o'chirda eridan, o'zini yaqin odamidan, xotinidanmi, yo bo'lmasa bolasidan, haligi jigarlaridan, simisley o'zini opa-singillaridan olish mumkin. Begonalardan hozir olish, bu begonalarni jigarini o'tkazish hozir unaqa ruxsati yo'q. U juda ham murakkab operatsiya. Undan keyin haligi immunodepressantlar uzoq vaqt davomida postoyanno umumiy har doim ichib turish kerak. O'sha o'rnatilgan jigar sizniki bilan chiqib ketish kerak. U itarib tashlash kerak emas. Tushunyapsizmi? Undan tashqari agarda virusli bo'lsa, har doim o'z vaqtida virusga qarshi dorisini ham ichib turish kerak. O'z vaqtida haligi ovqatlarini o'z vaqtida yeyish kerak. O'z vaqtida parhazini juda ham ahamiyat berish kerak. Ularga o'sha og'ir ko'tarmasdan, haligi asabiylashmasdan, ularni xuddi yangi tug'ilgan chaqaloqdek boshida ularni juda ham asrab, asta-sekinlik bilan parvarish qilishimiz kerak. U bemorlarni mana kasallarim orasida 18-yil birinchi Hindistonda qildirib keldi. Muvaffaqiyatli. Hozir kuzatuvda. Unda D virusi edi. O'z vaqtida
ichib turibdi dorilarni, kuzatuvda. Hozircha yomon emas, yaxshi. Agar sirroz endi boshlangan bo'lsa, shifokorning muntazam kuzatuvi qanchalik muhim? Man hozir aytmoqchiman, mana tuzalib kelayotgan kasallar birdaniga yo'q bo'lib qoladida, tuzaldim deb o'ylaydi. Haligi уже sirroz klass A'dan surunkali gepatitga o'tib, yaxshi bo'lib ketgan, 2 yil, 3 yil yo'q bo'lib ketishadi-da, qaytib kelganda yana sirroz belgilari boshlangan bo'ladi. Nimaga desa, ayrim holatlarda man tug'dim deyishadi. Xo'p, mayli tug'gan bo'lsangiz, endi keyavermaysizmi tug'gandan keyin? Voy bolamni katta qildim, 2 yosh, 3 yosh bo'ldi, anonisi bo'ldi, shu bilan ahamiyat bermasdan yana sirroz, yana haligi virusni soni ko'payib ketgandagina kelib yana murojaat qilishadi. Bu albatta noto'g'ri. Shunchalik beahamiyat bo'ladi, ayrim holatlarda hayron qolasan-da, bunaqa qilish kerak emas. Agarda umuman tuzalib ketish ehtimoli qachonki bo'ladi? O'sha men aytyapman, o'sha sirrozi klass A'sida doimiy dorishini ichib, vaqtida o'ziga e'tibor berib, parhezini qilib tursa, u surunkali gepatitga o'tadi. Va surunkali gepatit har 3 oyda emas, 6 oyda bir marta kelishsin. 6 oyda kelib o'zini ko'ruvdan o'tib, o'sha dorilarni yana ichib, qarab turib, o'zini parhez qilib, o'zini sevib deydimi, yaxshi ko'ribmi, e'tibor berib tursa, keyinchalik o'sha jigar umuman tiklanadi. Mutlaqo tiklanadi, bilasizmi? Tiklanadi. Agarda haligi qarshi qiluvchi sababchilari bo'lmasa, o'shalarni hammasini bartaraf qilsak, jigar o'zini 6 oy ichida sekin-sekin polностью hali tiklanadi. Faqat bunga sabr kerak, e'tibor kerak. Bo'ldi. E'tibor va o'zini yaxshi ko'rish kerak. Qo'polroq qilamanmi, bilmayman qanaqa. Albatta birinchi o'chirda o'ziga e'tibor berish kerak. O'shandagina. Endi ayrim holatlarda bilmayman, mani kasallarimni tug'sam mumkinmi deb birinchi savol berishadi. Men o'sha paytda aytaman, bolangiz bormi desam, ha bor deydi. O'g'lim, qizim deydi-da. Endi qarang, o'g'il, qiz bor deyman, lekin hozir sizda hozir virusni B'si emas, D'si turibdi. D'si bu juda ham jiddiy. Bunaqa paytda hozir o'zi oddiy yurgan paytda jigari o'zi normal faoliyatda ishlamayapti. U paytda 2 qatli homilani ko'tarib 9 oy og'irlik qiladi-ku, og'irlik qiladi. Ayrimlari quloq soladi, ayrimlari quloq solmaydi. Vaqti kelganda aytaman, bizani kasallikni bitta yomon anaqasi tezgina olib ketmaydi. Ya'ni yo dunyoga aytyapman-da, tezgina o'ldirib qo'ya qolmaydi, ochig'i. Bizani kasallik asta sekinlik bilan sekin yemira boshlaydi. Onam aytadi, shipga qarab yotqizgilik qilmasin derdilar. Har doimda hamma aytadi. Nafaqat hamma aytadi. Dushmanga xor, do'stga zor, nomardga muhtoj qilmagin. Xuddi shu so'zda shunday sekinlik bilan, asta sekinlik bilan so'nggi anaqasini faqat divanda o'sha nima deydi, karavotda yotqizib o'tkazadi. Bu yomon. Endi bir tarafdan Covidda ishlaganimda, mana misol chiqma. Unda unaqa emas edi. Kelgan odam yurib turibdi, kechqurun yo'q bo'lib qolishi mumkin edi. Shunda yilda olib ketardi bir tarafdan. Bunda unaqa emas. Bunda qiynalib haligi kirganda man jigar parchalanadi. Uni spetsifik zaphi ham bo'ladi, hidi ham bo'ladi, bilasizmi? Jigar asta sekinlik bilan chirivatdi deymiz-da biz. Bu yomon. Bu juda ham og'ir. Ayniqsa, o'sha boshqa organlarni ham faoliyati buzilganda. Bu juda ham achinarli, qo'lingdan kelmaydi yordam berish. Chunki butun organlarni ham o'sha transplantatsiya degan narsa ham yordam bera olmaydi. Chunki hamma organlarni o'zgartirib chiqmaysiz-ku. Haligi o'sha o'pkasi yomon, yuragi yomon, buyragi yomon, hamma organlarni o'zgartirib chiqa olmaysiz. Shungacha olib borish kerak emas-da. Kundalik hayotda sirrozga uchramaslik uchun nimani qilish kerak? Sog'lom turmush tarzini qilish kerak. Qisqagina, aniqgina. Sog'lom turmush tarzi deganda o'z vaqtida uxlash kerak. O'z vaqtida dam olish kerak. O'z vaqtida
ovqatlanish kerak. O'sha raz sanda semizlik bo'lyaptimi? Semizlikni yo'qotish kerak, ahamiyat berish kerak. Kaloriyasini o'sha hisoblab, o'sha semirmaslikka harakat qilish kerak. Endi odamlar sport bilan masalan shug'ullana olmayman, yo katta yoshdagilar belim og'riydi, grejam bor deydi, bir xilla vaqtim yo'q deydi. Endi hammayam mayli, ja bo'lmasa, o'sha ovqatini to'g'ri yesa, o'z vaqtida uxlasa, asabini saqlashga harakat qilish kerak. Man hozir mana aytishim mumkin. Mana o'zingiz doktorsiz, ko'pchilik siz asabimiz. Bizada bilasizmi qanaqa asab bo'ladi? Bizada ham bo'ladi. Lekin o'shani jilovlashga harakat qilish kerak. Chunki umr bir marta beriladi. Bir marta. Bu umrni qanaqa yashash, qanaqa o'tkazish har bitta insonni o'zini qo'lida. Man aytganimdek, har kuni bayram bo'lmaydi hech qaysi bir uyda. Har bitta uyda o'zini chuquri, o'zini pasti tepasi bo'ladi. Lekin Alloh bergan umrni o'ylaymanki, o'zimizni qo'limizda o'sha kasallikni ham bartaraf qilib, yaxshi yashab, yaxshi ishlab o'tkazish faqat o'zimizga bog'liq deb o'ylayman. Albatta, undan tashqari o'zimizga ko'proq e'tibor berib, o'zimizni ko'proq sevishimizni sizlarga maslahat berardim. Muhayyo Ubayevna, shunaqa chiroyli podkastimizni o'tkazib berganingiz uchun katta rahmat. Shunaqa samimiy javoblar bo'ldi. Judayam ko'p qiziqarli, kerakli ma'lumotlar berdingiz. Katta rahmat sizga. Rahmat sizlarga ham. Sizlar ham sog' bo'linglar. Bu Asklepiy guruhdagi Pro salomatlik podkasti edi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va bizga obuna bo'ling. Unutmang, biz sizni sog'lig'ingiz haqida qayg'uramiz. Xayr, salomat bo'ling.